Said opa, kommentariyalarni ko'rib qolyapmiz. Ayrim odamlar uch shoxli nervni asalari zahri bilan davolanib bo'lmaydi deyishibdi. Shunga vrach sifatida siz nima deysiz? Apiterapiya bilan uch shoxli nerv nevralgiyasini davolash bu haqiqat. Bu faqatgina bizda emas, bu уже dunyoni juda ham ko'plab davlatlarida qo'llanilyapti. Ana yaqinda Xudo xolasa 20-mayda Moskvada umumjahon apiterapevtlar kunida katta summit bo'ladi. Nasib bo'lsa ishtirok etamiz, taklif qilinganmiz. Mana shu joyda ham yana fikrlar almashamiz, ya'ni malaka oshirib kelamiz. Shoxli nerv nevralgiyasi bilan og'rigan bemor aslida bizaga oxirida keladi. Ya'ni shu dard uzoq vaqt davom etib, juda ham og'riqlardan charchaganida blokadalar oladi, dori-darmonlar, o'sha standartni dorilarni ichadi. Даже operatsiya qildirib kelgan bemorlarimiz ham juda ham ko'p. Chunki bu qaytalanuvchi kasallikda. O'zim aytaman, juda ham charchab, meni kelib yig'lashadi-da bu bemorlar. Shuncha aytaman, xafa bo'lmang. Menga oxiri bo'lib kelgan bitta siz emassiz. Aksariyat bemorlar menga oxiri keladi deyman. Lekin Allohga ming shukr, bizani qo'llayotgan metodlarimiz bemorlarimizda juda ham yaxshi natija beradi. Men bemalol ayta olaman, dori-darmonni o'zi bilan davolangandan ko'ra apiterapiya bilan birga davolanish anchagina yaxshi samara beradi. Ya'ni effektivnostligi juda yuqori. Bu uzoq vaqt statistikalarimizdan ham kelib chiqib aytishim mumkin. Endi ko'pchilik mana internetda kommentlarda deyapsiz, aytishadiki, bu hammasi intervyu bergan bemorlarni postanovka qilingan, o'rgatilgan gaplar deydi. Bu kasallik nimaligini his qilmagan odam, bilmagan odam bu o'rgatilgan gaplar deyishi mumkin. Lekin men sizni ishontirib aytamanki, aynan bu dardni his qilgan bemor o'sha intervyu berayotgan bemorni emotsiyalaridan, uni gaplaridan xuddi o'zini ko'radi. Bu gaplarni oddiy odamga o'rgatib, yodlatib siz bunaqa ta'riflarni chiqara olmaysiz. Ayniqsa bemor bizani oldimizga kuchli og'ruvlar bilan, pristuplar bilan kelgan paytda biz xayolimizga, даже kontent umuman xayolingizga kelmaydi bunaqa paytda. Bunaqa paytda sizni faqat fokusingiz, maqsadingiz, niyatingiz mana shu bemorni dardini olish, ya'ni o'sha bemorga yordam berish, og'riqlarini qoldirish. Faqat shu haqida o'ylaymiz. Kontentlar bo'lsa, bu kelgan o'sha bemoringiz xursand bo'lib, rahmatlar aytib ketayotgan paytda kimdir juda ko'pchiligi men o'zim gapiraman deydi. Men palonchini ko'rib kelgan edim, bitta bola edi, bitta ayol edi, shuni ko'rib kelganman, men ham gapiraman deydi ayrimlari. 80% o'zgarish o'ta kuchli bo'ldi. Mana shu paytgacha og'riq umuman yo'q. Ovqatni ham bemalol yeyman. Men kelganimda ovqat ham yeyolmasdim. Ba'ziga bemorlar xursand bo'lsa aytaman, keling intervyu berasizmi deyman. Ha desa olaman, agar yo'q uyalaman boshqa. O'shaning uchun menda ha deb ham intervyu chiqara olmayman. Ayniqsa ko'pchilik yuz nevriti bo'yicha, mana yuz falakligi bo'ladi-ku bizda, litsevoy nerv. Mana shu bo'yicha keladi bemorlar, videoingiz yo'q ekan deydi. Men xohlamayman, chunki bemor yuzini qiyshayib turgan paytini olib do и после qilishdi. Menga noqulay bemorni keling shu holatingizni ko'rsating internetga deyish. O'shaning uchun men yuz falashligi bilan kelgan bemorlardan do и после o'zimiz uchun olamiz albatta video rasmlarni, lekin uni ommaga chiqarishni o'zim xohlamayman. O'shaning uchun undaqa kontentlar ko'rmaysiz. Agar bizning muolajamizga ishonmagan bemor bo'lsa, boshqa bo'lsa, doim eshigimiz ochiq, kelinglar, mana ko'ringlar. Shunaqa dard bilan yotgan bemorlarning holatini ko'ringlar. Qani ular yodlatilgan gap ayta oladimikin o'zi? Ularning ko'ngliga sig'adimikin o'zi? Shu o'zi hayotdan to'yib turgan bemorlar bo'ladi. Shuning uchun bemorlar ko'ringlar, gaplashinglar. Hech qanaqa taqiq yo'q va o'zingizlar ko'rib xulosa qilinglar deyman. Ishonadi, ishonmaydi, bu har bir bemorning o'zini huquqi. Men ularni ishontirish uchun nimadir qilmayman. Menga eng asosiysi bemorlarim ishonsin va ular dardlarini yengillashib, og'riqsiz shu yerdan qaytib chiqib ketsa, xursand bo'lsin. Meni eng oliy maqsadim shu.